Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sog'mizlar, omonmizlar. Bugungi mavzumuz uy-joy masalasine bag'ishlanadi. Adresimizga keladigan bo'lsak, To'rtko'l tumani, Paxtachi ovul fuqarolar yig'inimiz. Ya'ni bu yerda A380 yo'l o'tgan. Bu yerda A380 yo'l o'tgan. A380 yo'ldan bir 200 metr kirib kelasizlar. Ya'ni 622 zapravkadan yasanglar bo'ladi ekan bu yurtdoshlar. Yani şu yer meydanımız satılады. Beda gaz svetdan mammo yo'q yine. Gaz, svet. Yani beda akarsu yine. Akarsudan ham beda mammo yo'q yurtdoshlar. Bu joyimiz Instagram'a geldi. 2 etaja plavlab salingan ekan. Görüyoruz yine. 2 etaja plavlab salingan ekan. Yani 1, 2, 3, 4, 5 kat. 6 kat ekan. Ve banyesi bilen kuhnesinden tashqari 6 kat joyimiz var ekan yurtdoshlar bir de. Podushkalar bilan 2 etaja moslashib ajoyib deb planlanib turibdi yurtdoshlar. Yurtdoshlar bu yerni xohlasanglar o'pishasanglar bo'ladi. O'pishi 40 sotik yer. Xohlasanglar sotki bilan olsanglar, sotkini olasizlar. Xohlasanglar 2 sotik, xohlasanglar 3 sotik olsanglar ham bo'ladi. Bu yoq tarafda ham joylar sanib turibdi. Bemalol qo'ng'ishlar yashab o'tiribdi. Qo'ng'ishlar yashab o'tiribdi. Armatullar ham şu evvelgi armatullar moş. Yana bir ajoyib bering bu yerda. Yani ne qo'yadilar? Salonli pomidor qo'ysanglar bo'ladi degan bu yer. Baland degan 3 metr. 3 metr podushka etib solingan bu yer. Akarsudan bir de mammo yo'q yurtdoshlar. Bemalol shu yerni takizlab berib, to'proq to'ktirib, yerlar bilan bemalol yerlarni ekib o'tirasizlar bo'ladi. Yine qo'ng'ishlar ekib o'tiribdi, buni ko'rgan bo'lsanglar, bu yer go'mgul. Bu yoq tarafda ham bug'doyimiz. Gortda qisliqdim degan aka ukalarimizga yine ajoyib yer. Toza posyolok. Qo'ng'ishlar yashab o'tiribdi. Bemalol mallarınızı bakıp malxona salib xohlasanglar yurtdoshlar 2 joy bor bu yerda. 10 sotikdan 10 olmasanglar bo'ladi bo'lib. 30 sotikda почти. Şu zabor inish. Neyse, chegarasi şu zabor ini. Şu joydan to'xtaydi. Bu yoq tarafı yo'l. Bu yoq tarafdan ko'cha tushadi. Bu yoq tarafdan. Xohlasanglar bu yerdan yo'l bor, yine. Bemalol malxona salsanglar ham shu bu yoq tarafdan kelsanglar ham bo'ladi. Joyimizning narxini keladigan bo'lsak, sotikini aytib turibdi. Telefonda o'zingiz kelishib olaverasizlar. Araq tarafni xohlasanglar araq tarafni bo'lib olsanglar bo'ladi, xohlasanglar bu yoq tarafni bo'lib olsanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimiz ko'cha, joy boradigan ko'cha. Sotikini $1000 aytib turibdi. Hozir video davomida neden gelişlerinizi gözetib beramiz. Yurtdoshlar orienterimiz bu yoq tarafdan 4 kildan kelaverish 622 zapravka gibi de shundan kelaverish Dalashipon kafening yanından shunday girib ketsanglar bo'ladi. Bu yoq tarafdan Sho'raxon O'zbekistondan gelish. Ya'ni bu Rahat apa doktorning uyi yetmay turib chap tarafga girib ketasiz yurtdoshlar. Götü kalan yine gazdan mamma yok bir de. Yine hem gömgül. Akarsu, gaz, sivetten mamma yok. Ekranda yeni ömürlere bağlanılan yurtdoshlar. Gelirsen yine bular. Sağ olun, salamat olun. Kanalımıza abone olun.